Ramazonda balyatqo'ga dori saldirish. Savol. Assalomu alaykum. Balyatqo'ga dori silib davolash ro'zaga daxli yetkazamdi? Agar ro'zaga daxli yetkazsa, davolanadigan kunda ro'za tutmay, davolanish tamomlanganda qazosini qilib olsa bo'lamdi. Qazosini qanday qiladi? Alloh ajr azim ato qilg'ay. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ba'zida ayol kishi biror kasallikdan davolanish uchun oldi tarafdan dori silib yoki suv mang'izib yoki durbin kirgizib yoki tibbiy uskuna silib yoki barmoq silib davolanishi va tekshirilishi kerak bo'ladi. Hozirgi zamon olimlarining ba'zilari bundoq ahvolda ro'za sunudi, qazosini qilish kerak deb qaraydi. Bu qarashga asosan bir kunga bir kun qazo qilsa bo'ladi. Bir necha kundan qazosini qilganda orqa-orqadan o'lab tutmasimi bo'ladi. Yana bir qism olimlar bu turli davolanishlar ro'zaga ta'sir yetkazmaydi. Chunki ro'zani faqatla oshqozonga kirgan narsa buzib etadi. Oldi tarafdan davolanish uchun mang'ozadigan dora yoki suyuqliq balyatqo'ga borsimi oshqozonga bormaydi. Uning ustiga bu yemak-ichmak qatoridagi oziqliq emas deb qaraydi. Hozirgi zamon tibbiy tadqiqotlarga qaraganda ayollarning tanasul a'zosi bilan oshqozon o'tishma tutash bo'lmag'achqa balyatqo qatorliq a'zolarni eg'izga o'xshash sirtqi a'zo qatoriga kirgizsakmi bo'ladi. Uning ustiga ayollarning tanasul a'zosiga yoki balyatqosiga yoki suydik yo'liga dori salsa yoki suyuqlik mang'usa ro'zani sundirdi deb alohida bir dalil kelmagan. Oldi tarafga munosabatlik dalil faqatla jimo qilsa ro'za buzildiganligini ko'rsatadi. Buningga asosan yuqorqi ahvollarda ro'za sunmaydi degan qarash to'g'ri qarashdir. Islom fiqh akademiyasi Hijriya 1418-yili Safar oyining 23 va 28 kunlari Jidda shahrida ochgan 10-navbatlik qurultayda tibbiy xodimlar bilan faqihlarning tadqiqotlarini ko'zdan kechirgandan keyin tuvandagi ahvollarda ro'zaning sunmaydiganligini muayyanlashtirgan. 1. Ko'zga, burunga, quloqqa tamshiladigan dora, quloq chayqash, burunga purkiydigan dora albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 2. Til ostiga qo'ydigan tabletkalar galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 3. Ayollarning oldi tarafiga silinadigan dora, chayqaydigan suyuqliq, tibbiy tekshirish uchun durbun yoki barmoq kirgizish. 4. Durbun yoki o'zik qatorliqlarni balyatqo'ga kirgizish. 5. Er yoki ayolning suydik yo'liga kiradigan turba yoki durbun yoki rasmga tortish uchun saydidigan rang yoki dora yoki do'saq suydik xaltalarni yuyish suyuqligi. 6. Tishini qazish, eziq tishini qo'mirib etish, tishlarni tozalash, misvak yoki tish cho'tkisi ishlatish. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 7. G'arg'ar qilish, og'zini chayqash, eg'izga purkaydigan dora. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 8. Kassiga yoki muskulga yoki teri ostiga uradigan okullar. Oziqliq xarakterdagi suyuqliq yoki okullar buning sirtida. 9. Kislorod, ya'ni oksigen. 10. Bemorni mast qilish uchun ishlatiladigan gazlar, suyuqliq urmagan taqdirda. 11. Teri so'mirishi orqali jismga kiradigan kimyoviy moddalar yo'qtirilgan yog', may, malham, chaplaq dorilar. 12. Yurak yoki boshqa a'zolarni suratga elish yoki davolash uchun tomirga inchiki naychi kirgizish. 13. Uchay va shuningga o'xshash a'zolarni tekshirish yoki operatsiya qilish uchun qo'rsoqqa durbun kirgizish. 14. Suyuqlik kirgizmasdan jigar va boshqa a'zolardan bir parcha kesib elish. 15. Suyuqlik yoki boshqa modda kirgizmasdan oshqozonga durbun kirgizish. 16. Miya yoki yo'longa o'xshagan yerlarga dora yoki saymon kirgizish. 17. ixtiyorsiz qay qilish. 18. Musulmon doktor yuqorqi davolanish va tekshirishlar elib beriladigan ahvollarda kechiktirsa ziyni bo'lmaydigan bo'lsa, bemorga davolanishni iftordan keyingi kechiktirish to'g'risida nasihat qilish kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 90-numurliq fatvo.